sen yashab bersang bo'ldi, boshqa narsalar o'zimiz qilib beramiz degan gapni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bugungi uyimiz aynan mana shu gapga to'g'ri keladi. Hozirda Angren shahar 5-3 dahasida 9 qavatli domni 9-qavatidamiz. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin, uyimiz juda ham zo'r holatda, sharoitlari. Mana bu katta eshigimiz. Bu yoqdan kirib kelganimizda mana ertalab ishga ketayotganingizda yoki bo'lmasam kelganingizda o'zingizga bitta qarab olaman desangiz, chiroqlari bilan yuzingizni yorug' qilib turib, nurli qilib turib ko'rsatadi-yu. Shundoqqina ko'rib olib turib, keyin ketaverasiz ishga. Biror joyingizda nimadir dog' bo'lsa ham shundoq ko'rsatadi bu chiroqlari bilan. Katta eshikdan kirib kelganimizdan keyin xullas mana shunaqa holatda va o'ng tomonimizga keladigan bo'lsak, o'ng tomonimizda mana aristollar qo'yib qo'yilgan, uy egalari o'zlariga moslab chiroyli qilib turib, bu yoqda hojatxonasi va dushlari mana ko'rishlaringiz mumkin, hammasi zo'r holatda, chiroyli yashaymiz deb qurilgan. Bundan keyin mana o'tadigan bo'lsak, bu yoqda shkaflarimiz bor, narsalarni taxlab qo'yishga chiroyli holatda. Davomi undan keyin mana oshxonaga kelamiz. Oshxonamizda mana ko'rishlaringiz mumkin, kirib kelishimiz bilan kulerlarimiz bor. Bundan keyin mana bu chiroyli mushukchamiz bor va buni o'zini suvi, ovqatlari qo'yib qo'yilgan. Xo'p, xolodilnikimiz qoladi bu yoqdan, muzlatgichimiz. Bundan tashqari mana ko'rishlaringiz mumkin, kichkina oila uchun juda ham zo'r. O'tirib ovqatlanadigan joylari, bu yoqda o'sha kuxenniy garnitur deymiz, oshxona garniturlarimiz, bular hammasi qoladi mana. Mana shu joyda kiriyadigan mashinalari, suvlardan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Uy egalari o'zlari uchun alohida nasoslar tortib qo'yishgan, olib kelib qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda akfalarimiz, mana jalyuzi pardalarimiz tortilgan. Pastga qaraydigan bo'lsak, pastimizda shundoqqina shoxdiyor kafesi, angrenliklar juda yaxshi bo'ladi va bu yoqda военный часть deymiz. Shuni oldidagi bino. Ko'rishlaringiz mumkin, trassa shundoq ko'rinib turadi. Akfa oyna bo'lgani uchun shovqin deyarli eshitilmaydi mana. Bundan keyin xonamizni ta'mirlariga e'tibor berasiz. Chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Eshiklari ham ancha yaxshi holatda. Bundan keyin asosiy xonamiz, ya'ni zalimiz. Zalga keladigan bo'lsak, mana zalimizni ham ko'rishingiz mumkin. Yorug', keng, katta, 5 ga 3 holatda, 5,5 ga 3. Konditsionerlarimiz qoladi. Pardalar, mana bu ko'rib turgan yumshoq mebellari barchasi qoladi. Televizorlarimiz, uning atrofidagi mebellar, uy egalari faqat o'zlarini kiyimlarini va idish-tovoqlarini olib chiqib ketishadi. Bu yoqda ham balkonga o'tadigan joyimiz, akfa eshiklar qo'yilgan. Uy egalari o'zimiz yashaymiz deb niyat qilib turib uyga qurishgan, chiroyli qilib turib ta'mirlashgan. Aniqrog'i ta'mirlagan, hozirda Toshkentga ko'chib ketayotgan bo'lganliklari uchun sotishga majbur bo'lyapti. Chiroyli, shinam holatda. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, mana balkonimiz. Balkonimizda yana bitta shkafimiz bor. Bu yoqda mana hozirda bir kishilik kravat bilan turibdi. Balkonimiz 1,40 ga 6 holatida. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yoqda mana pardalar, bu yoqda ham xuddi shunaqa akfa oynalar. Pastda manzaq turib ko'rsa bo'ladi. Katta holatda. Xo'p, uy egalari 22 ming deb baholashyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Yana kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liqroq ma'lumotni olishlaringiz mumkin. Aytganimdek, bunaqa narxga uzoq muddat turish qiyin. O'shaning uchun maksimum ertaroq harakat qilib qolasiz degan umiddaman. Hamma sharoiti bilan, hamma mebellari bilan qoladi. Liftlari ishlaydi, 9 qavat bino bo'lgan bilan bemalol yoshi kattalar ham olib turib kelsa bo'ladi. Liftda hech qanaqa uzilishlar, boshqa narsalar bo'lmaydi deyishyapti uy egalari. Xohlagan holatda kelib turib yashasa bo'ladi. Yashab bersa bo'ldi degani mana shu uchun edi. Ya'ni sharoitlari zo'r, hamma mebellari bilan birgalikda qoladi, yashab bersangiz bo'ldi. 22 ming aytganimdek, pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, yana ham batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lsangiz, xudo xolasa bundan keyin shunga o'xshagan arzon uylarda ko'rsatib borishda davom etamiz.